أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Uning habibi bo'lmish suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat va durudlar bo'lsin. Aziz birodarlar, bugun sizlarning e'tiboringizga yomg'ir yog'ayotgan paytida duo qilish to'g'risidagi hadislarni havola qilamiz. Sahil ibn Sa'ad radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikki narsa qaytarilmaydi: azon va yomg'ir yog'ayotgan vaqtidagi duo dedilar. Hokim va Tabroniy rivoyatlari. Boshqa bir hadisda Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgaligimizda yomg'ir yog'di. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiyimlarini shimardilar, badanlariga yomg'irdan tegdi. Nega bunday qildingiz ya Rasululloh dedik. Rasululloh aytdilarki, chunki u Robbisi taolodan yangi ne'matdir dedilar. Muslim rivoyati. Yomg'ir rahmat va ne'matdir. Ikkisi yog'ilgan vaqtda duolar mustajob bo'lishi ko'plab hadislarda zikr qilingan. Bu hadislar sahih hadislardandir. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.